Assalomu alaykum. Ekinzor YouTube kanali kuzatuvchilari. 20-fevralda ekilgan ro'zuyi ko'chatlarimiz. Holati yaxshi. Nechinchi yarasiga kelgan? 1, 2, 3 guli ochilibdi. 3-yarasiga kelibdi. Ko'chatlar baquvvat, bo'yi past. Hosillari yaxshi, xohlasa. Birinchi hosil xunukroq. Katta yiriroq, xunukroq bo'ladi. Bularni birinchi hosilni ko'plarda olib tashalgan. Ba'zilarda qolgan, ba'zilarda olib tashalgan. Hozir yaxshi ko'chatimizda. Nomligi ham yaxshi yari. Sog'lig'i yoqilmaydi. Loyiqa ozgina, oz-moz yengilroq loyiqa qurib qo'yganmiz. Sotuvli joyimiz mana shu. Tomon oldinroqda. Ko'chatlari ham ko'chatlari nari kapaga nisbatan oldinroqda edi o'zi. Ko'chatlari ham baquvvat, uzunroqda. Bu 4-yarasiga kelgan bular. Yaqinroqdan ko'rsatamiz. Bu tomon oldinroqda nisbatan. Bu kapaga qaraganda. Mana hosili ham katta. Bir, 2, 3, mana 4-chi. Tamam. Buraya balarlar. Turmizlarni yig'ishtirib tashlaganmiz. Devorlar ochiq. Otasiga bodring ekkandagi bodring gullabdi. Hosil xudo xohlasa yaxshi. Ko'pida 30 yara bo'lib qoladi, bunda yara yo'q, yaxshi. Chaqa bo'lib qoladi. Xudo xohlasa yaxshi. Ko'chatlar ham baquvvat. Ko'chat tanasini qara. Bu uchun yaxshi ishini ustisi ko'rsa balkim boshqa fikrdadir. Biz yangi dehqonlarmiz. Yangi pannichimiz. Tajribamiz kamroq. Har yil qizil pandor ekardi, bu yil ro'za ekdim. O'zimiz
Hovuchda sotganimiz uchun Ro'zviga talab katta bo'lgani uchun Ro'zviga kelib qoldi. Shuni savdo sotuvdamiz o'zimiz ham Hovuch marketda. Hovuch market kanalimizni ham quyidagi link orqali kuzatib borishingiz mumkin. Hozir videoni ustiga qo'yib qo'yaman. Yozuv chiqadi. Videoni bu yerda chiqadi. Obuna bo'lishingizni so'raymiz. Do'konimizda ham yangi kelgan tovarlar, yangi narxlar bilan tanishtirib boramiz. Hozircha shu. Ko'chatimiz holati yaxshi. Namligi yaxshi, yaqinda suv berganmiz. Biz ko'zimizga shunday ko'rinyapti, balkim dehqonlar ham kuz tushar bu videoga o'z fikrlarini bildirishar. Mana ko'chatimiz tashyapti. Tez sulib qolibdi, so'linqirab qolibdi. Xonamiz tashqaridan ham bir ko'rsatib qo'yay sizlarga. Mana bizning issiqxona. Kiyarali. Har salomat bo'ling. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lmaganmiz bo'lsangiz obuna tugmasini bosib qo'ying.